orqa tomonda qisib turibdi. Biz uni ko'ramizmi? Yo'q. Ko'rmaymiz-a? Yo'q. Kim ko'rmaydi? Ko'ramasni yaxshiroq ekan. Demak, orqa tomondagi qismlarni ko'rish imkoniyati yo'q. Shundaymi? Turibmiz hozir, demak, sizlarni ko'rish imkoniyati yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a? Imkon bor desamchi? Bor. Bitta oyna qo'yasiz, oynaga qarab o'rqadi. Kimda oynacha bor? Menda bor. Olib keling. Mayli, kichkinami, katta hozir. Mana. Hozir o'rta tomon ko'rsatib beraman sizlarga. Turibmiz. Selfie bo'lyapti yana. Hamma ko'ribmiz. Mana. Qandaysizlar? Bo'lsizlar. Imkon bor ekan-ku? Bor. Bunday qilib ko'rinmay ekanmiz. Lekin nima yordamida? Ha, men ko'z yordamida ko'rishim mumkin ekan. Ko'rishim mumkin ekan. Tushunarli? Qachonki birorta qismdan yorug'lik demak qaytib ko'zimizga tushsa nima qila olamiz biz? Shuni ko'ra olamiz. Bo'lmasa ko'ra olmaymiz. To'g'rimi? Xo'p, ko'ramiz uriston bo'lsin. Yorug'lik tushmasin. Ko'ra olamizmi? Ko'ramiz. Ko'zimiz toshkasa devorga kattalab ketsa ham ko'ra olmaymiz. Kattasani desa, shu chekishni ko'rsataman. Nima? Ko'zdan chiqadi-ku. Nima bo'lsa o'ra bor ekan men. Ha? To'g'rimi? Men mana shu teraskalardan sizlar tushib ketganlar bo'lganmi? Kim tushib ketgan? Chiqansizlar. To'g'rimi? Demak, shu xonobada demak, nima qilolmaymizlar? Ko'ra olmaymiz. To'g'rimi? Demak, qaranglar. Quyosh va oy turishini eshitganmizmi? Eshitganmiz-a? Qanday qilib quyoshni tutib oladi? Yaraki deydimi? Ha? Yaraki yer atrofida aylanadi. Kerak deydi. Bosh. Nima bo'lsa? Kino ikkalasi ustida ko'rishib Voy, yoniga keladi-da. Jo'rajon qandaysan, yaraki deb tutib oladi. Shunday qilamiz. Ko'rda dadisi chaqirilib turadi. Atrofda aylanayotgan mana quyosh Ha, barakallah. Demak, qaranglar. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Mana qaranglar. Barimi nima? Quyosh. Uchi? Yer. Barakallah. Demak, qaranglar. Mana hozir bizlar tasvirda har doim bilasizlar, oy bilan yerning orasini kichkina chizamiz-ku. To'g'rimi? Shu orasiga quyosh chiqadimi yo'qmi? Agar shunday jirashtirib chiqsak. Yo'q. Sig'maydi. Ala. Ey, mana shu quyoshni mana bu yerga agar mabodo o'sha orasidagi masofaga shunday taxlab chiqargan bo'lsak, 109 ta, 108 tadan ketadi. Ko'ryapsizlarmi? Bizlar aslida mana bu yerga juda kichkina qilib olyapmiz-ku masofani. Lekin aslida o'sha yer bilan oyning orasida masofa juda ham katta. 152 millionmidi? 152 million kilometr ana shunday. Tushunarlimi? Juda ham orasida masofa katta. Biz kichkina sizlayapmiz-ku, juda ham katta hisoblanadi. Endi qaranglar, qachon quyosh tutiladi? Qachonki o'sha quyosh bilan yerning orasiga agar tushib qolsa, oy tushib qolsa, va bitta chiziqda turib qolgan vaqtda nima bo'ladi? Quyosh tutiladi. Quyosh tutildi degani, quyoshning yuzi nima qiladi? Demak, nima qiladi? Qarang, oy harakatlanyapti, to'g'rimi? Yer u tomonda, quyosh bu tomonda, to'g'rimi? Oy kelyapti. Sizlar endi yer tomonga qarab turibsizlar. Oy kelyapti. Ha? Jigitchangizni ko'ryapsizlarmi? Yo'qmi? Yo'q. Demak, nima qiladi? O'sha oy quyosh yuzini nima qiladi? To'sib qoladi. Tushunarlimi? Ana, quyosh uyalib yopib qo'ygan paytda nima bo'lar ekan? Quyosh tutilar ekan. Tushunarlimi? Endi nima qildi?
Vaqt o'tib boshlarida yana harakatda davom etyapti-ku. Endi nima bo'ladi? Qaranglar. Quyosh bilan oy orasiga nima tushib qoladi? Yer. Ya'ni o'sha harakat davomida bir chetda turib qoldi. Quyosh, yer, oy bitta to'g'risida yotib qolsa-yu, demak o'sha oyga tushayotgan o'sha shohbeti yer to'sib qolsa, nima bo'ladi? Oy tutadi. Ya'ni oy turgan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, nima qiladi? Yer harakat davomida oyning yuzini bitta xizmat chiqarmabmiz ekanda, yuzini to'sib qo'yadi. Demak, nima qiladi? Oyning yuzini to'siladi. O'sha paytda nima bo'ldi deymiz? Oy tutilishi deb aytamiz. Tushunarli? Uni ushlab olib, "Yanaki. Ha, deb uni chaqirib olmay ekan." Tushunarli? Ha. Tushunarli bo'ldimi? Kim tushunmadi? Tushundimi? Mana 3 ta hayvonga keling bering. Mana. Keling. Voy. Ko'zni o'rayapsiz-da. Voy. Voy, ko'zni o'ylash kerak, ko'zni. Hali telefon yurmas kerak. Demak. Nima bo'ldi? Quyosh bo'ldi. Mayda rostgo'y bo'lasan. Mayda yer bo'lsin. Demak, chiqasizda. Mana javob. Mana. Nima ekan bu? Quyosh. Bu-chi? Oy. Bu yer bo'ldi. Endi qayda? Hozir oy tutilsin. Oy tutilsin. Oy tutilsin. Voy. Demak, nima bo'ldi? Oy tutildi. Endi quyosh tutilsin qani? Hammaga barabardan siz harakat boshlaysiz. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Barakallah. Esimizdan chiqmaydimi? Ha? Oy tutilsin. Oy tutilsin. Yana orqaga yaqinlanib ketib, yana bu tomonga qaytib qo'ydi. Va bir tomonga qarab harakat qiladi bu. Qaytadi. Ha. Barakallah. Ana. Tushunarlimi? Kim tushunmay qoldi? Tushunmaganlar qo'l ko'tarsin, oy bilan quyoshni unday chiqarib olmoqdi. Yo'q. Ana tushundimi? Barakallah. Shay, o'yin o'ynamang deyman sizga. Sizlarga cho'q kam qarasam. Savollar bormi? Yo'q. Ha? Quyosh tutuldi, oy tutuldi degan payt bilamiz-a? Qaranglar, mana bu ilgari birinchi o'sha oy quyosh tutilishi o'sha bilmagan vaqtlarda bor-ku, ha? Odamlar tushuncha bo'lmagan-ku. O'sha paytda nima ruhoniylar deydimi? Shunaqangi nimalar, shunaqa tushuncha ega bo'lgan odamlar bog'da ma'lumotga ega bo'lganda, ha? Nima deydi? Ha? Agar deydi, mana shunaqangi ish qilmasak, yo'qmasam deydi, menga deydi turib ishda qo'yni olib bermasang deydi, men deydi, ha, oyni deydi yo'qotib o'raman deydi. Yo'q, quyoshni nurini deydi sochdan deydi taxlab qo'yaman deydi. Ha? Nima qiladi? U to'shni biladi, aytadi, ertaga deydi olib kelsam oxirgi kun, olib kelsam Abdul deydi. Bo'lmasa deydi to'saman deydi. To'g'rimi? O'sha paytda nima bo'ladi? Birdan to'pollar turib, ha? Shamollar va hokazo bo'ladidagini sekin quyoshning yuzini qilib boshlaydi, yopila boshlaydi. Qolganlar ishonamni keyin rostlam shunday bo'lar ekan deb, o'xshaman. Sizga yangi o'rgan deydi. Ha? Ishondik sizga deydi, ha? Ha? Tushuncha bo'lmaganligi shunday qiladi-da. To'g'rimi? Aldagan. Shunday qiladi. Agar tushuncha bo'lmaydigan bo'lsa, ha? Bilib, agar mabodo tushunmaydi odam bo'lsa, shunday aytsa bo'ladi-da. Yosh bolacham bor-ku, kichkina bolachani qadagini men qo'lingizni yeb qo'yman hozir. Qap deyqani, nima deydi? Deb beradi, nima qiladi? Ha? Ha? Jira qiladi. Bo'ldi, tamom, qo'lini men uzoq qo'ydim deydi. Ha? Nima qiladi? Qo'lini uzoq qo'ydi, yig'laydi deb qo'rqadi. To'g'rimi? Chinakam ishonadi hozir. O'zi qo'lchayda turibdi. Ha? Shundaymi? Hozir ishonmaydi. Hozir ishonmaymi? Foydasi yo'q. Hozirgi bolalar umrida. Bog'chaga boryapti-da bular. Umrga boryapti. Ishonmaydimi? Ha. Necha yosh ukangiz bor? 2 yoshmi? Ha, 2 yoshdan katta bo'libdi-da. Eski ballasa bo'ladi.
Men do'konga deb biz ham qolib ketyapsan-da. Ko'p aljiga ishonmay qo'ygan. Yana savollar bormi? Yo'q. Savollar yana barakalla. Barakalla.